Yurakni baquvvat qilish uchun murakkab diyetalar shart emas. Oddiy kundalik mahsulotlar yetadi. Faqat to'g'ri tanlash kerak. Iloji bo'lsa, sabzavotlar har kuni yeyish kerak. Ulardan brokoli, ismaloq, sabzi, lo'lagi va shu kabilar. Bular qon aylanishini yaxshilab, tomirlarni toza ushlab turadi. Masalan, baliq haftasiga 2-3 marta, ulardan losos, skumbriya, sardina va boshqalar. Baliq tarkibida yurakka foydali yog'lar bor. Bu yog'lar yurakka kuch bag'ishlaydi. Navbatdagisi yong'oq va urug'lar. Grek yong'og'i, bodom, chia bular yurakni oziqlantiradi va kuch beradi. Mevalardan qulupnay, malina, olma, bananlar qonni yaxshilagan hisobiga yurakka energiya beradi. Bu faqat yurakka emas, butun organizm uchun foydali hisoblanadi. Ko'proq tabiiy ovqat yeyish, qovurilgan yoki yog'li taomlarni kamroq iste'mol qilish, shakarli mahsulotlarni kamaytirish yoki umuman iste'mol qilmaslik. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Xmed klinikasi sahifasiga a'zo bo'ling.